يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik Müslüman birodarlarimiz, bu qatimki ders programımızga hoş kelibsizlar. Bizniki hozirgi darsniki asosiy temasi namozniki sunnatlari. Ya'ni o'tgangi darsda namozniki farz va vojiblari ustida to'xtalgan edik. Yani o ders tugadi yani. Namazniki hozir hamda sunnatlarga ustiga keldik. Ham namozniki o'qilish shakli. Ya'ni namozni qanday o'qiymiz? Shu mavzuning ustida to'xtalamiz. Hamda namozniki ichki va tashqi farzi umuman ya'ni 17, 14. Ham vojiblari 12. Shuningdan namoz asosiy jihatdan yani bo'ladi hamda. Bu namozniki farz degan shu rukunlari ya'ni farzlardan birsi kelib qolgan bo'lsa namoz bo'lmaydi. Uni qayta ioda qilib o'qish kerak. Ammo vojib ishlardan birasini qilmagan bo'lsa, unutilib qolib yoki sahvan mana o odam mana shu sayda ya'ni salom berganga qadar namozni ishib turib o ish yodi kechgan bo'lsa, darhol o odam saysafi qilish orqali o kam bo'lib qolgan, ya'ni vojibni ya qilib qo'ygan yoki ilgari oxiri qilib qo'ygan ishlar bo'lsa, buni bilan to'liqlaydi endi. Namoz uni bilan bo'ladi. Endi undan boshqalari namozniki sunnatlari. Ya'ni namozning sunnatlari deganimiz, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki yuzniki so'zi qilig'i bilan sabit olgan mushundaq sunnatlari degan gap. Ham bu farz ham vojibni shuni qilsa namoz asos jihatdan tamom bo'ladi, ya'ni tugaydi, bitilishidi. Ya'ni namozni teximo to'liqlaydigan, texim mukammal qiladigan u afallari bo'lsa, qiliqlari bo'lsa, u sunnat. Ya'ni sunnat, ya'ni tövanda biz shu namoz o'qishniki shakli ham sunnatlarniki ustida to'xtalamiz. Namozniki shu farz vojiblarning asos jihati bilib bo'lgandan keyin, uning boshqalari ham sunnat bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan namozniki o'qilish shakli sahobalarniki rivoyat qilgan. Ham payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zi mushu eg'iz orqali degan mushu sunnat har xil rivoyat qilingan. Ya'ni har xil shaklda rivoyat qilingan. Shuning uchun bu namozniki sunnatlar kelgan vaqt o'zida mana bir qancha xil ya'ni o'xshamaslik mumkin. Ammo farz vojiblarda asos jihatdan ya'ni hamma mazhab buni da bir ittifoq degandek asos jihatdan o'xshaydi. Ammo sunnat jihatdan o'xshamaydi. Masalan, qo'lni ko'tarish bir sunnat. Masalan, Allohu akbar degan vaqtda qo'lni ko'tarish. Ya'ni qo'lni quloqcha ko'taramdi, yurgichli ko'taramdi, yo uni ustimi, yo buni tavanmi? Bu qiliq mana payg'ambar alayhissalatu vassalamdan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki sahobalaridan mana rivoyat qilingan. Bu rivoyatga asosan shu fiqh olimlarimiz, ya'ni fuqarolarimiz shu hadisningki sanatningki ya'ni sahihmi, sahih emasmi, yoki muttasil emasmi, qaysi shaklda matni qandoq deganidek mushu o'ziniki ma'lum o'ttirib qo'ygan mushu shartlarga asosan shu qon tarjih qilgan bo'lsa, shuni tarjih qilib shu baketgan. Meni bir odam mundoq ko'tarsin, hammasi namoz bo'ladi. Agar u odam namozga ko'tarmay, qo'lini ko'tarmay takbirda
Allahu Ekber deb qo'lini qo'shtirib yoki kindining taktiga yoki ko'ksining ustiga yoki mundaq o'qiyversa, namoz bo'laverdi. Buni hech qanday bir talash tortish yo'q. Buni bir eng to'g'ri shaklda bunda bir tushunish kerak. Endi bizning rayonlarimizda mana bu sunnatningki bu qismi hozir biz demoqchi bo'lgan mush qismi umumlashgan. Biz mushu sunnatningki ustida to'xtalgan bu qiliqlarningki hammasi yine payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki hadisi orqali sabit bo'lgan bu sunnatlar. Ana o'g'an ekan bu sunnatni adam bilan boshqa bir sunnatlarni qilibdi. Masalan, qo'lini mundaq ko'taribdi, yo omilni ullik debdi, yo oshkora debdi, yoki ko'ksini masalan qo'lini ko'ksining ustiga qo'yibdi, yoki kindining tagiga qo'yibdi, yoki rukuga vaqtda qo'lini ko'taribdi. Masalan, rukuga vaqtda ko'targan vaqtida qo'lini ko'taribdi. Hammasi sunnatda sabit bo'lgan bir qiliq. Endi bir odam ta'assub qilish jihatdan o'zi bir qilgan bir ishni, masalan bizning rayonlarimizda qo'lini bu yerga ko'tardi. Bir odam bunda ko'targan bo'lsa, u odamni, ya'ni uncholar sat ko'rib bundaq qilish bu bundan lekin musulmonlarningki o'ttirisini ittifoqsiz holatga akilish bu to'g'ri emas. Bu odam u qiliqni sat ko'rgan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki sunnatini, ya'ni shundaq sat ko'rgan bo'ladi. Ham shuni qilgan odammi undaq payg'ambar alayhisolatu vasallamningki sunnatiga, ya'ni sunnatni sat ko'radigan unda bir ishqa vasila sabab bo'lmaslik lozim. Shuning uchun agar bizning rayonlarimizdagi ashuna bir rayonlarda shundaq namozni o'qigan vaqtda aminni ichida deydigan bir holat bo'pti. Qo'lini quloqqa ko'taradigan bir holat bo'lgan bo'lsa, bu bir sunnat. Endi bir odam kelib, yeni qo'limizni bunda ko'taramiz, qo'limizni mayaga qo'yamiz, aminni ullik deymiz, deyish orqali bu bir sunnat. Bu sunnat u yerdagi odamlar bu sunnatni ya'ni o'qib olmagan yoki ma'lum bir jihatdan faqat shu to'g'ri turgan odamlar. Ana o'g'an biz u yerga ko'tarib chiqish orqali birinchidan u yerdagi kishilarga bo'lgunchilik tug'dirishga ham durust emas. Musulmonlarning o'z o'rtasiga ittifoq, inoq, birlik bo'lish bu farz. Ana o'g'anniki buningga unda bir sabab bo'lmasligimiz kerak. Ham payg'ambar alayhisolatu vasallamningki shu qilgan shu sunnating o'zim sunnat bo'lgandan keyin ikkinchi bir odamningki u sunnatni sat ko'rishga, uni haqoratlashga, uni kamsitishga sababchi bo'lmasligimiz lozim. Bu qanday qilmayli? Bu namoz asosiy jihatdan bo'ladi. Buni bu shaklda bilish kerak. Endi xo'sh, biz endi tarat oldik, namoz o'qiymiz deb, namozningki tashindagi farzlarni hammani asos to'liqladik. Hozir ham ichidagi farzam to'liqlamoqchi. Shuni bilan birlikda bu odam namoz o'qimoqchi. Namoz o'qimoqchi bo'lsa, bu namoz o'qiydigan odam mana qanday qiladi? Namoz o'qiydigan odam yuqorida deyilgan farz vojibni ichida qolgan bo'lsa, uni namoz o'qish jarayonida to'liqlaydi. Sirtdagi farzlarni to'liqlab akilish kerak. Uningdan keyin namoz o'qiymiz deb keldi. Kelgan vaqtida bu odam namoz o'qiymiz deb joy namozini soldi, qiblaga oldini qildi, o'rat joylarini yopdi, niyat qildi. Joy namozning ustiga kelgan vaqtda men namoz o'qiyman deydi. Bu odam namoz o'qiyman degan vaqtida Allohu akbar deydi endi. Allohu akbar deyishi bu odam bu Allohu akbar degan vaqtida Allohdagi ani so'zishga bo'lmaydi. Allohu akbar deyishga bo'lmaydi. Ham barninki bani so'zishga ham bo'lmaydi. Ya'ni Allohu akbar desak bu bo'lmaydi. Chunki Allohu akbar degan bu so'z arab tili so'zi bo'lib, bu so'zningki muayyan bir qalb qurilmasi bor. O qurilmada qalbda chiqayotgan amanamlar u Allohu akbarningki asli ifodalagan ma'nosi o'zgarib ketadi. Shuning uchun biz namoz o'qigan vaqtimizda namozga boshladik, boshlagan vaqtimizda Allohu akbar deymiz. Allohu akbar deyishimiz mana qanday qilamiz? O'zimizga qo'lini ko'taramiz. Ko'tarib Allohu akbar deb mana bizdagi bu ikki bashmarak qo'limiz bilan mana quloqningki yumshug'ini takkizimiz silaymiz endi Allohu akbar deb. Agar silamay buni bunday bir shaklda, ya'ni o'xshash shaklda qilsaqmi bo'ladi. Ya'ni bizning rayonlarimizda bu, ya'ni eng yaxshisi quloqningki yumshoq yerga bosh barmog'imizni ikki tarafni bu yerga yetkazish. Bu sunnat. Bu sunnat. Ya'ni bu shaklda qilish kerak. Endi erlar bunday qiladi. Ayollarchi, ayollar namoz o'qig'ili qo'pqa vaqtida namozni shuru qildi. Bu ayollar o'ziga qo'lini
bu nemegicha emas, quloq kelgicha emas, bu ayollar o'ziniki ikki mürisi. Yani müşakkakcha yani mundaqli ko'tirdi. Allohu akbar deydi. Allohu akbar degandan keyin mana qanday qiladi Allohu akbar dedikmi degandan keyin anadan keyin qo'limizni mana kindimizniki taktigan qo'yimiz o'ng qo'l so'l qo'lning ustiga. Ya'ni besh barmoq qo'lida bu yan tutib, sinchlar qo'lidan bunday tutish orqali o'zimizniki kindiginiki taktigan mundaq qo'yimiz. Qo'yga amanamla anadan keyin biz andan subhanakallahumma ve bihamdike ve tebarak esmuke ve taala cedduke ve la ilahe gayruk ne okuyumuz. Oku vaktizde bunu okup şaman amlanıdayken ve la ilahe gayruk deb Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ne okuyumuz. Onu deki anadayken kıraat yani elhamdülillah okuyumuz. Onu deki amin deyimiz. Onu deki mana bir so'rchi o'qiymiz. So'ri o'qigan vaqtingizda bismillahni demaymiz. Bismillahni demay uchada wala dallin degandan keyin amin deb to'xtatibla, amin degan amanamla undan keyin yana qaysi bir so'ri bo'lsin yoki Qur'onniki so'ri bo'lmasa o'tir bir yer bir oyatni boshlagan vaqtingizda shu bismillah demayla o'qib ketamiz. Endi ikkinchi rakatda endi bu odam bu ikkinchi rakat keyin keladi. Mana Allohu akbar degan vaqt o'zida shakillashida Allohu akbar deyish kerak. Bu ba'zi olimlarimiz Allohu akbar deyishniki o'zini vojib, mushniki boshqasi deyish qat'iy durust emas degan olimlarimiz bor. Endi shuning qatorida ya'ni bir odam yangida namoz o'qibdi, balog'at yetibdi yoki yangida musulmon bo'libdi, u odamga namoz o'qish farz. Allohu akbar deyishga og'zi kelmaydi endi. Yani öğünü falamaydı. Ya yüzdeki tilida okuş bununla zörür. Yani namaz okuş zörür oğundaki. Ona onu bunda kadem kılıdı. Eğer Allahu Ekber deyişke öğünü falamasa ya kim onunla tili kemmepti. Tili kemmey muşundak yani öğünge kadar o adam Allahu Ekber'ini demey onunki ornuğa mesela Allah uluhdur dep qaysi bir milletki adam olsa şu milletki şu Allahu Ekber'nin ma'nosini şunda desip oldu. Bu deyişi fakatla şu o'qib o'qishlik ham o'rganib o'qishlik qadar bo'ladi. Ammo buni deyalaydigan, ham uqalaydigan adam bu Alloh akbarning o'rniga o'ziniki tilidagi Alloh ulug'dir degan gapni bundaq desa namoz bo'lmaydi. Bu bo'lmaslik o adam uqalaydi ham shu uni bilalaydi. Ana o'g'andan keyin bu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan hadisda ham Qur'oni Karimda deyilgan oyatda Alloh akbar deyish bunun da bekitilgen. Ana oğandan keyin şu Allahu Ekber da deyish kerak. Allahu Ekber deyishninki g'ayr bir narsa deb bo'lmaydi, ama zarur bo'lib qolsa, u chaqda zarurga loyiq u durust. Shuni birlikda anadan keyin bu o'qigan mesela shuni birlikda mesela yangi namoz o'qiydigan odam ekan, alhamdulillah o'qib olmabdi, ya bir so'rini o'qib olmabdi. Ana oğandan keyin bu odam qanday qiladi? Asli namozni o'qigan vaqtida biz qiraat qilish farz dedik. Yani Kur'an'dan ayet okuş farz dedik. Şunun başka sure Fatiha yoki va sure Fatiha bir sureni qo'shish vacip dedik. Bu shundoq labziya ma'nosi, yani arabcha o'qish bu farz bo'lgan bo'ladi. Agar bir odam yangidan shundoq musulmon bo'libdi, o odam shu o'rganib o'qishga qadar namoz vaqti o'tib ketadi. Unda o'g'andan keyin shu alhamdulillah ma'nosini o'ziniki tili bilan uni o'qib, yani shundoq namoz o'qisa bu bo'ladi. Mana bu bo'ladigan deb sal qarash orqali uni bir qancha muddat ya bir qancha kun o'tkazib olsa bo'lmaydi endi. Ya'ni qisqa muddatning ichida bu odam shu alhamdulillah aynan o'qib yodi erishgan, shuning bilan birlikda bir so'rini yodi elib shu namozni o'qigan qadar, yani bilishga, yani durust bo'lgan qadar ashundoq o'rganish bu zarur. Agar u odam bo'ladigan o'zimni tili bilan o'qisam deb uni sal qarab qilsa namoz bo'lmaydi endi. Bu fakat bu azroq bir muddat ya bir namoz ya ikki namozga bo'lgan gap, undan boshqasiga bo'lmaydi. Darhol bu odam shu namoz vaqti ketay dedi hamda, ketay degandan keyin u chaqda uni o'qib olay desa, u namoz vaqti ketib qoladi. Unda o'g'ani darhollikqa shu odamningki shu til orqali shu mesela Allohu akbar, Alloh buyukdir, alhamdulillahi robbil alamin, yani butkul hamd Alloh xosdir deganidek buni o'qisa bu durust bo'ladi.
bo'lmasa u kaskemas bo'ladigan kelib taassub milliyatchilik bunda qilsa qat'iy namoz olmaydi. Bunda o'qiganning hech qanday foydasi yo'q. Aynan shu odam namoz o'qimoqchi bo'lsa Qur'on da alhamdulillah qanday degan bo'lsa shunda o'qishi kerak. Ham so'lim shunda o'qish kerak. Faqat shu o'zirib qoldi. O'zir qoldi. O odam o'qib olmaz vaqt yetib ketadi. Hozir vaqt qis, anda o'g'andagi shu bir vaqt namoz, shu vaqt namoziga yo ikki vaqt, ya'ni o'g'is bor vaqti ketib qoladi. Bu vaqti durust, uni g'ayriga qat'iy mana o'qish durust emas. Endi Allohu akbar dedik degandan keyin uni subhanakallohumma va bihamdikani o'qidik, o'zini o'qidik, bismillahni o'qidik. Qo'limizni mana kendini takti qo'ydik, ayollar qo'lini ko'targan vaqtda mürüzkəyiz ko'tardi. Ayollar yüzüge qo'lini ko'ksining ustiga qo'ydi. Erlar kendiniki taktigan qo'ydi. Mana bundan o'qish orqali bunda o'qidi demdi. O'qandiki bu odam namozni o'qigan bo'ldi. Shuni bilan alhamdulillah o'qidi. Alhamdulillah keyin valaddallin degandan keyin bu odam, mana bu odam, shuni bilan bu odam amin deydi. Undaki so'ra qo'shidi. So'ra qo'shish orqali mana bir rakat namoz bu yerda tamom bo'lgan bo'ladi. Bu odam yani başka hadisda var, başka mezhepte. Yani bunun da Subhanakallahumma ve bihamdike ve tebarekas ve teala ceddukalarındaki orunuğa mesela Şafii mezhepte inni veccetu vecihellezi feteres semavati vel ard diyen ayetini okuydu diyen bu bir xil göz karışı var. Bunu biz okumayımız. Subhanakallahumma ve bihamdike ve tebarekasmukani okusak buludu. Uzun okuşta şu Subhanakallahumma okup oğandan keyin okuyumuz. Bismillah okuştum burun bunu okuyumuz. Anda oğandan keyin bunu hem de eğer bir adam bir rekat ulg'ram olmasa ikki rekat qopdi imom o'qib bo'lgandan keyin ikki rekat qolib qolgan vaqt o'zida odam subhanakallahni o'qimay auzubillahi minash-shaytonir-rojim bismillahir-rohmanir-rohimni o'qibla ondan keyin alhamdulillah o'qib ketadi. Bu bunday bo'ladi. Endi bu yerdamdi subhanakallahumma va bihamdika va tabarakas va ta'ala jaddika va la ilaha g'ayruk ondan keyin auzubillahi minash-shaytonir-rojim bismillahir-rohmanir-rohim bu 3. Ondan keyin valaddallin degan vaqt o'zida amin deyish bu 4. Mana bu 4 narsaning hammani o mayli o maxfiy hammani maxfiycha o'qiymiz. Oshkora o'qishga bo'lmaydi. Bo'libmi valaddallin degan vaqtda amin degan vaqtda aminni mana iqtido qilgan odam mayli imom mayli yagona yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin, bundan keyin hammasi mana maxfiy o'qiydi. Oshkora o'qishga bu degandek o'bdanchi emas. Endi oyatda deganimizdek oshkora o'qidi degan hadisi muboh. Ammo yeni bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana namozni valaddallin degan vaqt o'zida amin dedi degan rivoyat mu bor. Biz bu aminni yani ishchimizda maxfiy deyishni yani ubdiroq deb qaradik. Shuning uchun bizning rayonlarimizda bu ish umumlashgan bo'lgandan keyin bu valaddallin degan vaqtda amin deganlikni o'zimi bu hadisda bo'lgandan keyin biz hadis qasasan bu aminni maxfiy deymiz. Endi bir adam valaddallin oshkor degan vaqtda u hadis qasasan deydi. Unda bo'lgandan keyin bizning rayonimizda bu ish umumlashgandan keyin uni deyish orqali uni ko'tarib chiqib bu adam qanday qiladi? Musulmonlarning o'tirib bo'lgunchilik qilishga ham payg'ambar alayhisolatu vasallamniki shu sunnatini ikkinchi bir men musulmon deb turgan odamniki oldida sat ko'rsatishga bu qat'iy durustchi emas. Biz shuning uchun valaddallin degan vaqtda amin deymiz. Endi qo'lni qisdik, kindini taxtimga qo'ydik. Shu qiyomni turgan vaqt o'zida ko'zimizni yumishqa, ya'ni ko'zimizni unda yumib turishga bo'lmaydi. Biz ko'zimizni sayda qilgan yerga tiklab qarab turamiz. Qiyomda turib, turgan vaqt o'zida tik turish kerak. O ikki tarafga mundaq bir, ya'ni oyzigilni g'iyib, mayziga undan mundaq bir harakat qilib, unda bir jonsiz darsidek turmay, biz Allohniki oldiga keldigan bo'lgandan keyin hamda shu Allohning oldiga kelgan vaqt o'zida tik, ya'ni shundaq hushyor, shundaq bir narsaning ustida bizning oldimizda Alloh bor degan bunda bir qiyofatda, shunda ruhliq, shunda holatda turishimiz kerak. O izlango namozning oldiga bordim qilsak, bu namozniki ya'ni qiyofat shakliga obdan bo'lmaydi, ham tasharru, ham taxashshu, ya'ni xushu, ham tazarru shakliga muvofiq emas. Ya'ni biz bu shaklda qilishimiz kerak. Endi buni biz so'ra o'qib oldik. So'ra o'qib olgandan keyin hamda biz hamda ruku qilamiz. Allohu akbar deb ruku qilamiz. Ruku qilgan vaqt o'zida qo'lni ko'tarmaymiz.
başqa məzhəbli qolunu götürüb andık ruku qılıdı. Biz onda qılmayımız. Çünki Peyğəmbər əleyhissalamın hadisidir-mi? Peyğəmbər əleyhissalam qolunu kötəməkdir degan hadisi var. Həm bəzi bir hadislarda Peyğəmbər əleyhissalam ruku qavaqdan, qopqa vaxt özüdə rukudan qolunu kötədigan hadisi var. Həm kötəmədigan hadisi var. Biz bunu əsasən ən yaxşı, yəni hadisdəki sənət və hakaza bizə, yəni muvafiq olduğunu, obdan olduğunu, yaxşı olduğunu da bizim fikri cəhətdən tərcih qılırıq. Yəni qolunu kötəməsdik. Ana olanda ki biz kolumuzu kötəmək, biz şu kolumuzni, şu tizimizdeki üstüge çın, bunda bir tutup turumuz. Tutup da o vaxt üzüdə çın turumuz, teyap tizimizdeki üstüge. Kolumuzu jumbamayımız, yani ixtiyarı eçip çın bunda adet turumuz. O vaxt rukuk o vaxt üzüdə, mene, şu bilimiz tüp düz oludu. Şu akımız ölen, şu söngeçin üstü, yani tüz buluş gerek. O vaxt üzüdə, rukuk o vaxt üzüdə, bunda kıldım da, yelike, munda qılıb, yəni bilimizni yəni pek iyi gibi beşimizi naqılmayımız. Hem şunun da bilimizni tövgünükidək, yəni şunda iyi çıxıb beşimizi tövən unda qılışqa bulmaydı. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam mənə rukuk vaxtı üçün adaydı edistan. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam rukuk vaxtı üzüdə aş dümbüsün üstüge sunu şundalı qutsa, mənim şu nemədə kitapdək su iki tarafga iş qanında bir yerə eğib ketməsin, yəni sıkıb çüp ketməsin, şübbətib turtu deyil. Rukuka vaxtı üzüdə. Yəni aştaq adətdə qılışımız gerek. Rukuka vaxtı üzüdə közümüzni, putumuzdaki beşmərək, putununki uçuğa qarab, uşağa qarab turuşumuz çox gerek. Eğer onda qılmışaq, degəndə yaxşı bulmaydı. Həm közümüzni jümbeliş qılma, həm bulmaydı həm də. Həm də ruku qıldık. Rukunun içində biz nə deyimiz? Allahu Ekber deyib ruku qıldıq. Ruku qılaq vaxtı üzrə Subhane Rabbiyel Azim degan bu duanı, bu zikrini mənə deyimiz. Bu zikrini bu rukunun içində deyişimiz 3 qata deyimiz. Ən az 3. Yuqarısı 2 sani yox. Mesela yuqarısı tağ deyimiz amma 3 ən tövünü 3-dən cıq oxusaq məsələn tağ 5 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 deyəndə də bunda oxuğunumuz bu yaxşı. Amma 3-dən tövən deyib qalsaq namazımız deyəndə toluq namaz bulmaydı. Şunun üçün rukuk vaxt üzüdə, yəni rukunu 5-imizdən aşını qıpbağış bunda oxusaq bu namaz emas. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam'daki dövrdə Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam məsciddə vaxt üzrə bir adam namaz oxuymayan deyib gəldi məsciddə, kirdi. Qarı namaz oxudu. Namaz oxuyub bolğanda ki o adam kirib Peyğəmbərə salam qıldı. Salam qıldı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, "Sən namaz oxumudun, namazını sən başqa oxuyun." dedi. Yine o adam başqa oxudu. Yine oxuyub, yine gəldi, yine oxuyub bolmadı namazını. Yine başqa oxuyun dedi. Şunu olandı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Ayrım ona da 3-cü qatımına tərbiyə verib, sən namazı başdan oxuysan, ruku, səcdə vaxtda şunda rus, bunda qadət qılırsan, şunu ona anladı ki namazın şunu ona tamam boludu dedim. Onda o andı ki biz ruku vaxt üzüdə, bolup mu ruku, səcdə vaxt üzüdə 5-imiz tigib boluduğan, şunda rukudun 5-imizi götürüb boğuça, şu tikib boğuç 5-imizi qoyub boluğan işini qısaq, namazı bekar cəbat atqanızın ki, o işqanda bir faydası olub qalıdı. Şunun üçün ruku vaxt üzüdə Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam qanda ruku qılıdı. Biz şu şəkildən ruku qılışımız çox gerek. Ruku qıldıq. Ruku qılandan həmdə ən az Subhane Rabbiyel Azimni 3 qat adıdıq. Onu dekin ən az 3 qat adıdıq. Onu dekin Semiyallahu limen hamidə deyimiz. Semiyallahu limen hamidə deydi bunu. Bunu həmdə imam deydi həmdə. İmam digər vaxt üzüdə əgər imam olub qalğandan keyin u yerdə cemaat olub qalğan bolsa cemaat Rabbana lekel hamd deydi. Hem Rabbana ve lekel hamd desimi buludu bu rivayet var hem de Rabbana lekel hamd degen var hem Rabbana ve lekel hamd degen dedim var. Yani bu şekilde okudu ama imamma Semiyallahu limen hamide de anı deyken o iktida qilgan yani erişken cemaat mu yine Semiyallahu limen hamide desi boludu. Rabbana lekel hamdini imam desim boludu hem desim boludu deyken en yaxşısı Semiyallahu limen hamideni imam deydigan Rabbana ve lekel hamdini yoki Rabbana lekel hamdini iktida qilgan adam deydigan bu sel yaxşırak. Ama tena namaz okup qalsak mesela öylerimizde uçağımızda emini biz bunu toluq bir şekilde bu deyimiz hem de. Hem de Semiyallahu limen hamide degendeyken Rabbana ve lekel hamd deb tik turumuz. O şu bizdeki azalarımız hemmisi öz joyiga kip boludu.
a'zo har joyga kelib bo'ladi. Andan keyin saydiga bosh saydi qilish uchun biz takbir qilamiz. Ya'ni Allohu akbar deb mana biz saydi qilamiz. Saydi qilgan vaqt o'zida oldi bilan biz ikki tizimizni ya qo'yamiz. Undan keyin ikki qo'limizni qo'yamiz. Undan keyin peshonamizni bundaq bir holatda qo'yamiz. Qo'ygan vaqt o'zida ya'ni sayda o'sha ikki qo'limizniki orlig'ida bo'ladi. Qo'limiz oyada, saydi mayada yoki bo'lmaydi. Qo'limiz mayada, saydi oyada qilsak bo'lmaydi. Saydi bilan ruku shu yuzimizniki o'ttirdan bundaq holatda bo'ladi. Bo'lgan vaqt o'zida saydi qilganga muvofiq shundoq saydi qilsa peshonamiz to'g'ridak mustahkam to'g'ridak bir ya bo'lish kerak. Agar tura olmaydigan ya ko'zimiz yumilib qoladigan ya o'zimiz o'pib ketadigan bundaq holatda bo'lsa bo'lmaydi. Chunki biz ishimizni qo'yishimiz Allohga beshimizni qo'ydik. Qo'ygan vaqtimizda degandek bizga rohatlik bir his qilmasak u yerda degandek ya'ni xushu u yerda bo'lmay tatib qoladi. Shuning uchun ruku ya'ni saydi qilgan ya'niki shundoq saydi qilg'idak muvofiq bir yachu bo'lish kerak. Saydi qilgan vaqtimizda biz ko'zimizni yumbalishga bo'lmaydi. Ko'zimizni yumolmaymiz, yumsak bo'lmaydi. Saydi qilgan vaqtimizda bizning peshonamiz, burnimiz tegadi. Agar burnimiz tegmasa degandek muvofiq bo'lmaydi. Ba'zi odamniki shu peshonasi tekkizib, burni tekkizmaydigan ish bor. Ba'zi odamning burni tekkizib, peshonasi tekkizmaydigan odam bo'lishi mumkin. Bu degandek muvofiq emas. Agar sajdini shu peshonamiz bilan burnimiz bilan mushundaq qilib ko'zimiz ochiq holatda mushtaq qilamiz. Qolgan vaqtning o'zida biz ham sayda qildik. Sayda qilgan vaqt o'zida biz qo'shig'imizni yo'timizga chaplaq qo'ymaymiz. Qanday qilamiz? Shunda kengri zorat qilamiz. Bizning bu taraf shunda bir kengri holatda bo'ladi. Endi bundaq qildik deb buni uzun qilmaymiz endi. Buni uzun. Ya'ni normal ashta holat qilamiz. Faqat qo'shig'imiz shu yo'timizga tegib qolmasligi kerak. Payg'ambar alayhisalom sayda qilgan vaqt o'zida yuzniki shu orlig'idan shu o'chkininki balisi uytib ketdi degan bir hadisi bor. Unda onu bu yerda chaplashga bo'lmaydi. Ham sayda qilgan vaqt o'zida putimizni bundoq tik turimiz sayda qilgan vaqt o'zida putimizni tizimiz bu yerda olgan putimiz oq putimizni ya'ni bunda ko'tirib bunda qilishga bo'lmaydi. Bunda ko'tirib ya'ni tiklab turib o'chan o'zida sayda qilamiz. Bunda dastlab qolgan bo'lgandan keyin u tizimiz oyada olgan sayda olganda putimizni kalmada ko'tirishga bo'lmaydi. Ya'ni tayab turamiz. Tayab turib 5 barmoq ya'ni putimizning uchi qilbiga qarab turg'dak bunda bir holatda qarib bunda bir sayda qilamiz. Sayda qilgan vaqtingizda hamda bunaga ham diqqat qilsak ko'zni yumishqa bo'lmaydi. Saydiniki ichida mana subhana robbiyal a'la degan bu zikrni o'qiymiz. Bu zikrni o'qish u yerda eng oz 3 qata o'qiymiz. Eng oz 3 qatadan ozroq o'qib qo'ysak, u chaqda namoz meni bo'lmaydi, ham to'liq bo'lmaydi. Biz uniki yuqorisiniki soni yo'q. Eng yaxshisi ya'ni tog' deyishimiz kerak. 5, 7, 9, 11, 15 deganidek bundaq bir tog' deyish kerak. Bu sonni qana o'qiymiz. Sanab bo'lamizsa, biz o'qigan vaqtda sonni o'qishimiz mumkin, uniki imkon bor. Shuning bunga bir diqqat qilish kerak. Shu sayda qilgan vaqtimizda 5imiz tegib qo'yib bo'ladigan ish qilsak namozimiz olmaydi. Buning uchun diqqat qilishimiz kerak. Endi bu odam sayda qildi. Agar kangriya bo'lsa-ku, o'z namoz o'qigan ayrim bo'lsa-ku, ma'qul qiladi. Agar qisqiston ekan, masjid kichik, odamji. Ana o joyingiz bu qanday qiladi desa, agar sabit turgan vaqtda yaqin turib, ruku qilgan vaqt o'zida odam taqishib qolmagandek bo'lib, sayda qilgan vaqt o'zida oldidagi odam, uni sayda qilib, o odamning ustiga bunda bir holatda sayda qilsa olma bo'ladi. Bu qanday vaqtda bo'ladi? Odamjik, masjid kichik. Bunday vaqt o'zida bu vaqt bo'ladi, ammo buni boshqa vaqtning o'zida bunda bir sayda qilishga bu to'g'ri bo'lmaydi endi. Endi ayollar qanday qiladi? Bu ayollar o'xshamaydigan masala bu. Ayollar o'chani sayda qilgan vaqt o'zida erlarnikidek qo'shiq bilan yo'tisining orlig'ini bundaq kengri echib turmasdan, u ayollar qo'shig'ini yo'tisiga chaplab bundaq sayda qiladi. Sayda qilgan vaqt o'zida erlarga o'xshash ya'ni boshda o'ziniki tizini qo'yish, undan keyin qo'lini undan keyin peshonasini qo'yish bo'ladi. Faqat shu sayda qilgan vaqt o'zida erlargidek bundaq tik o'rtmay, ya'ni qo'shig'ini yo'tisiga chaplab
turdu. Tuğa vaxt üzüde yüzdeki putini aşu yelik saydıqqa yege teyep mundaq depço, mundaqço turdu. Ayallarınki nemisi bu. Ondaki saydını kıldı ayal. Yani kandayken o adam endi saydını en Subhan Rabbiyal Azim'in alani şu kata dedi en az 7, 8, 10, 11, 15 ço dedi. Degandeki ondaki bir kata Allahu Ekber deb saydını 5'ini götürdü. 5'i kötüge azraq bir müddet turuş gerek. Yani saydın baş götürüp Allahu Ekber deb boğucu ağzım tigip yine muşundaq bolğat bolmaydı. Yani iş bolmadı degende üç kata Subhan Rabbiyal A'lani degenge kadar bir turuş çok gerek. Onda bolmaydı canınızda. Bu degende doğrucu bolmaydı. Her ayal bunu da her işkilisi oxşaş. Oxşaş olup hem de bu adam hem de işkiz rekat koptu. Allahu Ekber deb rükû saydını kıldı işkiz saydını. Onu deken şekilde birinci saydını kıldı. Kandayken hem işkiz rekatken koptu hem de. Allahu Ekber deb koptu. Kopma vakti yüzüde dik kopu demdi. İşkiz saydını bidem olup durup kopuduğun iş yok. Yani başka bir mezheplerde var. Yani Peygamber Sam aşında koptu diyen mi var? Hem bizdeki de işkiz saydını beşini kötüye vakti, işkiz hareket kötüye vakti dik koptu diyen mi var? Biz hem şu hadislerindeki işçiden dik koptu diyenliğine asas tercih kılıp biz bunu yani muştaq okuydu deyip onu çok belki tok yani Hanefi alimimiz bunu karalaştırıp biz şunun asasen bunda çok okuyumuz. Yani işkiz hareketini kopqa vakti yüzüde bunda bir kolunu kötüyemeyimiz avayatı degендek. Fakat kolunu kötürüş aşı tekbir tehrim. Birinci katımın kolunu kötürümüz onu deyken tekbir etqa vakti kolunu kötürüş yok. Bununla dikkat çok kılışımız gerek. Yani bu adam işkiz hareketini okudu. İşkiz harekette tuğdu. Degende kıldı hem de işkiz hareket namaz olgan bolsa, işkiz hareket namaz olgan bolsa, işkiz saydı deyken o adam kanda kılıdı. İkinci rekattayken şu ikinci saydedeyken ikinci rekatın ikinci saydısidayken bu adam olturdu demdi. Olturup kişi kandak olturdu. Kişi muşundak yani yükülüp olturup kolunu tizinin üstüge bunda bek yeyip atmay bek jumup mamay ihtiyari halette koydu. Tizininki üstüge koydu. Ama yotusumunda koymaz tizininki üstüge. Tizi veren uçu veren kolunun uçu okşaş geldi. Bunda halette turdu. Tuğa vakti yüzüde kişiler sol kolunu sol putunun üstüde oturdu. Sol putunun üstüde oturup on putununki parmakları teyep bunda aleti çok tur dendi. Tuğa vakti sol putunun üstüde söngüşünü koyup oturdu. Oturgandayken on putununki yani uşak baş parmak nemelerini yaya teyep yani kılbi tarafı kart deyip bunda çok oturdu. Ama işkelesinde bunda teyep oturduğun bir işlava yeniden namazı okuyan bunda bir kişiler bunda olturması çok gerek degендek muvaffak bolmaydı. Öğütüşü çok gerek. Bunu bu şekilde olturmaz. Oltuğa vakti yüzden de ayalla yani olturma ayalla kanak olturdu. Ayalla yüzdeki sol tarafı oturdu. Yüzün iki futunu on tarafını çıkarıp bunda şekilde yani kolunu tizinin üstüne koyup bunda oturdu. Yüzündeki sol sağırsındaki yani kasısının üstüne oturdu. İki futunu on tarafını çıkarıp bunda yükülüp bundakça oturdu. Oturup şunu ona o adam o namazda ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve teyyibatu esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah diyen bu teşahhüdünü okuydu. Şimdi ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve teyyibatu ve selamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dep okuydu. Oka vakti yüzüdemdi. Kolumuzu tizim üstü koyduk, tüz kılbi taraf karab turduğun boldu. Tuğa vakti yüzüde biz emdi. Hadiste Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın bu şekilde tuğdu, koydu yüzdeki putunun üstüge yüzdeki beşmerek nimesini degen var. Endi bu kolunu bazıları şu etteyen oqa vakti yüzde munda kıldıqalları var. Yeni bazıları etteyen okuşunki en ahirdeki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah degen bu şekil mi var? Yeni bir şekil muşunda tik tutup durduğun bunda bir şekil var. Yeni bir şekil ancak devamlı bedirtip durduğun bir şekil çok var. Bunun içindeki en yaxşı yani bir kadar
hadis jihatdan sahih bo'lgan tarafdan eng yaxshisi, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la deb ashhadu an la bilan qo'lni ko'tarish, illalloh degani bilan qo'lni yaga mushuna jim, mushuna mana bu shaklda turish, jimmiti turish kerak. Müdürtüp turuşqa degandek muvafiq emas. Agar unda qilmabdi, bunda tuz-tuzmi bo'ladi, bunda qilmay. Hani agar qilaman desa, bu shaklda qilgan eng yaxshi. Endi uni müdürtüp turganlik degandek namozdagi xushu tarbiya obdan emas. Bu odam obdan bo'lsa, yenidagi odamlar, u odam nim qiladigan deb, odam diqqat qo'zib qoladi. Shuning uchun ashhadu agar qilishib kelsa, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb bunda o'qishi kerak. Uni degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mene durut yollaydı. Yani durut yollab, yani durut okuydu, yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidu mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidu mecid. Mene bu iki durutunu okuş sünnet. Onun aldığı teşahhüdünü okuş o vacip. Endi bu durut o'qib olgandan keyin ixtiyor qilgan bir duoni o'qisak bo'ladi. Masalan, Rabbana atina fid dunya sanatan va fil oxirati sanatan va qina azaban nar degan duoni o'qisakmi bo'ladi. Ya'ni Qur'onda bor, hadisda bor, salaf solihlar qilgan bu shakldagi duoni, arabcha duoni qilganimiz eng yaxshi bo'ladi. Undan boshqa, yani normalda odamni so'ramaydigan sorsak adamdan ağıl buludu, onu kıpagil bulup kıparalaydı. Yani bunda bir narsa namazı işidi so'rashqa bo'lmaydi. Onun başka Kur'an hadisi deyilgan şu duanı qaysi biz ma'nosini bilsak, şu ihtiyacımız bu qalsa, ihtiyacımız asasen bunu o'qishimiz uchun kerak. Endi bizning rayonlarimizda Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar degan bu duoni o'qiydi. Bu chunki Payg'ambar sallallohu hadisning davomliq mushuni o'qiydi degan bu, ham Qur'oni Karimda bu biz efendiler mushuni o'qisin deb, yani bunu o'qishimiz kerak. Uni degan ana degan Allohumma g'firli va li validayya va li ustaziya va li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibi'ud da'awat wa rafi'ud darajat wa munzilul barakat wa dafi'ul baliyat wa qadil hajat birahmetike ya erhamer rahimin debçu o'qishimiz kerak. Bu dua eng shamil, eng jami bo'lgan bir dua. Bu o'qinimiz bir qadar yaxshi. Agar bu Rabbana atina bilan bu duoni o'qimsak, namozni o'qib salom berib, ya'ni durutni o'qib olsakmi, salom bersakmi namoz tamom bo'ladi. Bu ikkisi o'qish namozning ichidagi bir mustahab. Yani musab. Biz hem Allah'ın aldığı kelgen bo'lgandaki bizning ihtiyacımız mana bu ikki duoga markazlashgan. Shuning uchun Allah'ın aldığı kelgen vaqtida bu duoni çok qilishimiz kerak. Hem undan boshqa, yani ixtiyor qilgan duoni qilishimiz kerak. Ammo imom bo'lgan odam jamoatningki ahvoliga diqqat qilish kerak. Ha bo'ladi ekan deb uni o'qib davomli uzatmaslik kerak. Bu inshaalloh keyingi darsimizda keladi. Endi bunun bilan Rabbana atina bilan Allohumma g'fir li validayna o'qib oldik. O'qib bo'lgandan keyin biz endi salom beramiz. Salom berib boshda o'ng tarafga salom beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Assalomu alaykum rahmatulloh degan vaqt shaklda ba'zi odamlar bundoq qildiganlarim bor, ba'zilar bundoq. Ya'ni normal shaklda qilishimiz kerak. Bundoq qilmay, assalomu alaykum rahmatulloh, ya'ni shakl. Bunda bir odatda qilsak bu muvofiq eng yaxshisi. Mana bu duoni, bu salom bergan vaqtimizda biz eğer imamniki aksdan turib qolgan bo'lsak, şu imamni, hem pirishtani, hem şu o'ng tarafimizdagi jamoatni mana ko'nglimizga ko'chirishimiz kerak. Endi bu bidat deganimi bu? Yani mushta deydimdi. Chunki hadisi yo'q. Hamma narsa hadisi bo'lmaydi. Chunki assalomu alaykum va rahmatulloh degan hamda arabcha gap. Kum degan hammamizga ma'lum xitob. Yani sizga Allohniki salomi, rahmati bo'lsin degan gap. Bu sizga degan kim endi? Sili degan kim o? Sili degan yani bizning o'ng tarafimizda turib imom bo'lib qolgan bo'lsa, imom birinchi salom qilgan bizning namozimizni o'qib bergandan keyin. Unidagi jamoat, unidagi firishta. Jamoat amaliyotda bani sili degan gap. Ha undan boshqa firishta mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degandek, sizlar shundoq namoz o'qisangiz firishta sizga sapil sizlar bilan birga namoz o'qiydi degan hadisi bor. Ham Payg'ambar alayhisolamniki mana namoz o'qigan vaqtingizda qolsanglar, "Vala dolin" deb amin degan vaqtingizda firishta amin deydi. Agar shu sizlarniki amin deyishinglar, shu firishtaniki amin deyish bilan o'xshash kelib qolsa, sizlarniki ilgari gunohingni Alloh taolo kechiradi degan hadisi bor. Yani umum yüzük muşu hadis. Yani muşu
İslam dininin ro'yiga asosan olimlarimiz salom bergan vaqtida bu odam imomninki o'ng tarafida bu odamning o'ng tarafida imom yoki jamoat bo'lib qolgan bo'lsa imom jamoat perishtani mana ko'ngli kuychilib qo'ysa deydi. Kuychilib qo'ysa hech qanday nima yo'q. Bu assalomu alaykum sizlarga dedim desa demisin bo'ladi demak tilga bildiryapman. Ko'nglidan kuychilib qo'ysa degan gap endi. Bu endi sol tarafga salom bergan vaqtimizda assalomu alaykum rahmatulloh deydi. Agar sol tarafda biz imomning o'ng tarafida turib qolsak, o'shamizda imom jamoat perishtani buni niyat qilamiz. Bunaga diqqat qilishimiz kerak. Bu bir shakl bo'lgan bo'ldi, ammo yolg'iz namoz o'qigan vaqtimizda biz u chaqda jamoat bilan imomni ko'nglimiz kuchmaymiz, faqat ferishtalarni qo'yamiz, chunki biz namoz o'qigan vaqtimizda ferishta bizga imom, ya'ni ayishib bizga uchun namozni birlikda o'qiydi. Shuning uchun u yerda ferishtani ko'chiramiz, namoz o'qigan vaqtimizda imom jamoatni qilmaymiz. Ammo imom-chi desa, imom mana ikkala tarafga salom bergan vaqtimizda ham jamoatni ham ferishtani niyat qiladi. Sol tarafda shuni salom berganda shundoq, o'ng tarafga salom bergandami shundoq bo'ladi. Agar u odam imomning o'tirib turib ketdi, u o'tirib turib qolgan vaqtida u odam mana har ikkala tarafga salom bergan vaqtda imomni ko'ngli ko'chirish, mana undan keyin jamoatni ferishtani bu eng yaxshi bo'ladi. Agar men qilmaydim desa mayli, ammo buni illoki qilsan degan gap yo'q. Ya'ni yaxshi deyapmiz. U odam debdiki assalomu alaykum rahmatulloh deb hech qanday bir narsa kuchimabdi ko'nglida. Assalomu alaykum rahmatulloh deb sol tarafga tuch ketib bo'laverdi. Ammo assalomu alaykum rahmatullohning arabcha ma'nosi bo'lgandagi kum degan xitob bo'lgandagi kum degan sizlarga jami kim endi? Buni payg'ambar alayhisolatu vassalamga ta'lim bergan gap. Bu ta'lim berishda sizlarga Allohningki salom bo'lsa kim endi? Ya'ni bu shakldan elingan bir gap. Ammo yedisi o bidat deb u yerda bidatning hech qanday bir asosi yo'q bir gap uni. Şu divası desemeyle yaxşı buludu. Ama demeymen desem yüzün o bomba bitti. Namazın ki bombaydıgan terpi yok. Namaz buluver şunu tügide. Esselamu aleyküm rahmetullah desek. Bu esselamu aleyküm def salam beriş arka namazın çıktık farz tügide. Esselamu aleyküm de telaffuz kıldık. Bu namaz vacip şunu tügide. Ama tehimi ubdan buluş için aşındak yani iki taraf salam bergen vakti üzere muş şekilde konumuzu küçülsek yani niyet kılıp konunu da küçülüp olsak bulu demesek mi? Yani muş şekilde okuş gerek. Yani şununla bu katemki namazdaki sünnetleri hem namazdaki okuluş şekli Kur'an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hedisi de sallu kemera aytumuni usalli diyen muş hedis kasasen biz hazır namaz okuşun şeklini hazır dep tügettik. Şununla bu katemki asas ders programımız tügede ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي